Andijonlik erkak garovda yutqazib, oilasi bilan uysiz qoldi. 90 ga qarab ketayotgan buvijonim, oy kuni yetib qolgan qizimiz, mana kelinimiz. Bularga ham qaramasdan hamma yo'qni qoplab olib chiqishyapti. Hozir yana sizlarga olib ko'rsataman. Turtinglar, ko'zimizda yotsa. Ayol kishida fahm bo'lish kerak. Indamayapti deb shu yerga keldim men. Kelib meni lasasini ham yig'sin, gapini ham eshitaman. Buloqbosh tumanida yashovchi fuqaro garov o'yinda yutqazib, moliyaviy qarzga botgani oqibatida o'z uyini sotishga majbur bo'lgan. Sud qaroriga muvofiq erkak va uning oilasi oktyabr oyining boshida uydan chiqarilgan. Byuroning aniqlik kiritishicha, qarzdor avvalroq pul tikish saytlarida katta miqdorda mablag' yo'qotgan va o'z mulkini qarzini to'lash maqsadida sotgan. Shunga qaramay, u 11 oy davomida uyda yashashni davom ettirgan va mulkni bo'shatish to'g'risidagi sud qarorini bajarmagan. Yil boshida qabul qilingan qaror yakuniy tarzda faqat oktyabr oyida ijro etilgan. Natijada 9 kishilik oila, 7 nafar voyaga yetmagan farzand va homilador ayol ham bo'lgan oila uydan chiqarilgan. Hozirda voqea yuzasidan tegishli organlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.